Hop, mana D 5 kilovatlik gibridni o'rnatishni boshladik. Mana bunaqa kronштейni bo'ladi. Birinchi bunday qilib qo'yib, mana shunday qilib qo'yib, belgilab teshib turib invertorni qo'yib olamiz birinchi. Shu invertor har doimgidek ekranini ko'zga moslab shu devorga qo'yamiz. Perforatorda teshib o'zini maxsus atrofyonlari bor. Teshib qo'yib kronштейnni qatiramiz. Mana kronштейnni qatirdik. Mahkam bo'ldi. Endi invertor deyilamiz. Mana shunaqa qilib qo'yib shunaqa qilib ko'rinishi shu holatda. Hozir bu tomoniga pastiga akkumulyatorni qo'yamiz. Akkumulyator mana bu yoqda D 5 kilovatlik. Hop, mana invertorni qatirdik. Hop, endi akkumulyatorni invertor tagiga qatiramiz. Buning uchun mana o'zini shunaqa maxsus kronштейni bor ekan. Kronштейni ham bor. Buni devorga shunday qilib qatiriladi. Keyin akkumulyatorga shunday qilib qatiramiz. Shunda invertorda tagiga akkumulyator bo'ladi. Invertor bo'lsa, buni tagida akkumulyator turadi. Hozir buni ham qatiramiz. Mana buna qilib kronштейnni qatirib oldik. Mahkam bo'ldi. Tomondan ikkita bolt bilan qatiriladi. Endi akkumulyatorda akkumulyatorimiz mana shu yerga bu tomoni bu yog'iga qatiriladi. Mana akkumulyatorni qatirdik, invertor qatirdik. Ko'rinish o'ta go'zal. Endi bu tomonga shit zashitasini qo'ysak, bu yoqqa montaj qilamiz. Akkumulyatorni ulaymiz invertorga. Invertorimiz boshdan ko'rinishi. Bu boshdan ko'rinishi. Akkumulyatorimiz 5 kilovatlik. Mana shitini ham o'rnatib oldik. Avtomatlar, DC avtomat, o'zi birdan-bir переменный 25 amperli avtomat. Endi bu yoqdan invertorga olib kiramiz. Akkumulyatorni ulaymiz. Hop. Shunday qilib olib chiqamiz. Shitini teryapmiz. Mana shunday qilib birdan-bir uzib DC avtomat. Hop, endi invertorda ochiladigan joyi bu yerda ekan. Oldingilari ko'rgan bo'lsalar, bu yerda boltlar bilan qatirilgan bo'lardi. Buniki boshqacha bo'libdi. Hozir bo'shatib ko'ramiz. Ajoyib. Eshikli qilib qo'yishibdi buni. Iklari. Bu yoq akkumulyator bo'lar ekan. Bu yoq set. Bu yoq parallel, BMS. Hamma yo'q bor. Akkumulyatorni bu yog'i
plus, bu yog'i minus. Bu yoqda plus minus bor ekan. Akkumulyator kabeli. Bu yoqda kabel ham o'ta yumshoq silikon kabel ekan. Xo'p. Necha ekan? 74. 7 AVG kabel ekan. Ajoyib. Конечно, 10lik. Bu yoqda komportiga kabel. Hop, akkumulyatorda kabeli. Taxminan 1,5 metr. 1 metrdan oshiqroq kabel bo'lar ekan. Bu yoqdan akkumulyator avtomati 125 amperlik. Переменнigi ham, постояннigi ham ishlar ekan. Shinasi, komporti invertor bilan aloqa qilish uchun mana shunga ulanadi. Bu yog'i mana davlat to'kilanishi, davlat to'kilanadi bu yoqqa. Bu yoqdan iste'molga chiqib ketadi. Montaj jarayoni ketyapti hozir. Bu yerda invertorda o'zini komplekti konnektorni qo'yiladi. O'ta boshqacha ekan. Hozir bittasini o'tkazdik. Mana shunaqa. Materiali ham boshqacha bo'lar ekan buni. Bu yog'i aniq. Oddiylarga o'xshab o'rtasi ochiq bo'lmas ekan buni. Ajoyib. Ne? Okuyunca. Hoppa. Qatırıp koyalım. Sıfatı bilan boshqacha bo'lar ekan bu. Ajoyib. Bu yoqqa qo'yamiz. Tomonga. Bundan olib shitga kiradi. Bu yoqda yana bitta mana hozir bitta narsani ko'rib qoldik. Mana qaranglar. Plus minus. Bu yoqda mana minus plus. E'tibor beryapsizlarmi? Bu yoqda plus minus, bu yoqda minus plus. Lekin ichi bitta bo'lar ekan. Plusni plusga ulash kerak, minusni minusga ulash kerak. Hozir bitta tekshirib ko'ramiz. Bir ko'rda. Birazonga qo'yamiz. Tamam, ko'taramiz. Metr. Bu yoqqa berma. Bitta faqat bir tomonni qo'shyapti. Agar minusni qo'shadigan bo'lganda, hozir mana uni bizga birozonkada ko'rsatish kerak edi. Lekin bizga mana buni ko'rsatyapti. Demak, shunchaki to'g'ridan to'g'ri o'tkazadi. Birisi yozganda adashib qolishgan buni. DC avtomat 500 volt. Uzip 600 volt. Birdan haydir. Bu yoqda kirish va chiqish uchun переменный avtomat 25 amperlik. Mana kabelni eshigi bilan uramiz. Bu yoqqa ketdi. Mana shu ko'rinishda. Mana 5 kilovatlik deyamiz deyarli.
montaji tugab qoldi. Men hozir boshqatdan bir qator ko'rsataman. Hop, bu yoqda mana. Hop, hozir bu yoqni teshib turib, panellardan kabel olib tushamiz. 9 ta panel ulanadi. Bu yoqqa plus minus kiradi bir danatrga. Bundan chiqib uzibga, uzibdan DC avtomatga, DC avtomatimiz 16 amperlik. Va bundan chiqib to'g'ri ketadi. Mana hop, mana konnektorlariga ulanadi. Hop, endi bu yog'i mana AC tomoni davlat toki kirib, davlat toki chiqadi. Davlat toki bundan kirsa, bundan chiqadi. Hop, bu yoqdan счетчикdan chiqarib to'g'ri inverterga, agar xonadonga qo'yiladigan bo'lsa, bunaqa счетчикdan chiqarib to'g'ri avtomatga olib kelamiz. Avtomatdan mana bunaqa hop, kabel PVS kabel 4 ga 4lik montaj qilishga oson bo'lishligi uchun shunaqa 4 ga 4lik qildik. Mana o'zi aslida mana bu yoqdan alohida davlat tokidan kirish, bu yoqdan alohida davlat tokidan chiqish qilib ikkita kabelni olib ketish kerak bo'lardi. Unda joyni ekonom qilib mana shunaqa PVS 4 ga 4 mis kabelda shunaqa montaj qildik. Yana bu ham bitta usuli. Yangicha usuli mana hozir. Ichkarisi bu yoqda. Bunisi davlat toki kirish. Yozib qo'ygan hozir. Grid LN ko'k 0 jigarrang fazasi. Bu davlat toki kirish. Hop, endi chiqishi bor, mana load yozilgan. LN. Mana bunaqa sariq bilan qizil ketgan bu yoqqa. Qizili faza, sarig'i 0. Shuna qilib bu yoqdan chiqib to'g'ri keladi. Hozir bizda bu chiqish bo'lyapti inverterdan. Bu davlat tokidan kirish, счетчикdan kirish. Mana shunaqa. Endi bu yog'iga счетчикdan chiqarib olib kelamiz. Bu yoqqa iste'molga uyga berib olamiz. Xo'p, bu zazemlение o'zibdiki. Bu inverterga ham alohida olib kiramiz. Zazemlение mana ko'rgan bo'lsanglar orqada turibdi. Mana shu shinasi zazemleniyadik. Bunga generator ulanadi. Bular bizga kerak emas. Hop, yana nima qolyapti bu yerda? Bu mana akkumulyatorda ulagan. Yozib ham qo'ygan plus minus. Akkumulyatordan chiqaramiz. Shinadan chiqaramiz. Ikkita shina qilgan bu ketma-ket yoki parallel qilib yana qo'shimcha akkumulyator ulash uchun. Xohlagan bittasidan olishingiz mumkin, tagi bitta baribir. Bunda ham shunaqa. Bundan chiqarib turib, hozir yozib qo'ygan, mana plus minus. Shu olib kelib, mana shinaga beramiz, plus minus. Xo'p, endi bu yoqda LAN kabel bo'ladi. Bu inverter bilan akkumulyatorni bog'lab turish uchun. Akkumulyatorning ichida BMS kontroller bo'ladi. Akkumulyatorda yacheykalar bo'ladi. Har bitta yacheykasini naprejениясini boshqarib turish uchun shunaqa kontroller bor maxsus. Shu kontrollerdan inverterga beramiz. Mana BMS yozib qo'ygan, mana konshina. Shu yerga akkumulyatordan mana bunisidan olib unga ulaymiz. Shu bilan tayyor bo'ladi. Endi bu yoqda quyosh panelini qo'shib uzish uchun o'zini maxsus shunday kumchatir bor. Bunisi batareyani o'zi qo'shadi, inverterni yoqib o'chiradi aniqrog'i. Hop, hamma yo'llar bo'lgandan keyin yana bir qator inverterni nastroyga qilamiz ishga tushirishdan oldin.
Hozir akkumulyatorni ulaymiz. Bu yoqqa davlat toki bilan iste'molni ulaymiz. Panelni olib tushib ulaymiz. Shu bilan montaj tayyor bo'ladi. Hop, mana inverterimiz, gibrid inverterimiz ko'rinishi shu holatda. Deyarli tayyor bo'ldi montaji. Hozir yana bir qator ko'rib chiqamiz, qayeri qanday ulangan. Bu yoqda mana bitta alohida yana olib tushib qo'yganmiz 3 kilovatlik. Bu yoqqa off grid sistema qilamiz 3 kilovatlik. Shuning uchun alohida kabel tashlab qo'ydik. Bu yoqda mana gibrid sistema bo'ladi. Bu yoqda on grid sistema bo'ladi. Bu yoqda bitta off grid sistema bo'ladi. Xullas hamma turidan bo'lishi kerak. Shuning uchun alohida tashlaganmiz. Buni kabel kanal bilan yana bunaqasiga montaj qilamiz. Xo'p, xullas DE gibrid inverterlarimiz ikki xil turi bo'ladi. High voltage va low voltage deyiladi. Bizdagi turi hozir low voltage. Bu akkumulyatorni напряженияsi haqida, mana bateriya voltaj 48 volt. Ya'ni niska voltli, low voltajli inverterimiz 48 voltda ishlaydi. Bu yoqda mana yozib qo'ygan. Minimum 40 voltdan maksimum 60 voltgacha akkumulyator ulash mumkin. Endi high voltaj bo'ladi. High voltajlarda bunaqa akkumulyatordan 4 ta yoki 5 tani ketma-ket ulab inverterga ulash kerak bo'ladi. Chunki inverterda mana bateriya deydi, bu yoqda 40 emas, minimum 200 volt bo'ladi. Maksimum aytaylik 800 voltgacha akkumulyator ulasa bo'ladi. High voltage inverterda. High voltage inverterlar arzonroq bo'ladi. Mana low voltajga qaraganda. Xullas shunaqa. Endi hozir bir qator yana montajlarini ko'rib chiqamiz. Mana bu yoqda paneldan kelyapti. Mana bu yoqdan paneldan kelib, bir danatorga, bir danatordan uzibdan DC avtomatga. DC avtomatdan chiqarib to'g'ri borib, mana inverterga ulaymiz. Hop, endi bu yoqda mana счетчикdan faza 0 ni ajratib olib, avtomatimizga ulaymiz. Avtomatdan chiqaramiz. To'g'ri mana bu yoqqa inverterda davlat toki kirishga ulaymiz. Mana davlat toki kirishda grid yozadi. Bu yoqqa L, faza 0. Xullas faza 0 alohida ulash kerak. Ko'pchilik buni gibrid inverterlarda 0 ni bitta qilib qo'yadi. Mana chiqishda 0 bilan davlat toki kirishda 0 ni bitta qilib turib, faqat fazalarini ulashadi. Yo'q, bu mumkin emas. Buni masol aytaylik, inverter alohida o'zi faza 0 ishlab chiqaradi. Shuning uchun buni davlat tokiga aralashtirmaslik kerak, alohida qilib ulash kerak. Mana bizda hozir low turibdi, mana 0, mana faza, ichkarida 0. Mana alohida olib chiqib, mana bu yoqqa ulaganmiz. Bu yoqdan alohida yana iste'molga ketadi. Shuning uchun bunaqa 2P avtomatlardan foydalangan yaxshi bo'ladi. Fazani ham 0 ni ham uzadi. Hop, bu yoqda yana mana toka datchigimiz bor. Hop, toka datchigimizni toka datchigi bilan ulasak ham bo'ladi, toka datchigsiz ham ishlatsa bo'ladi. Sababi uni o'zi внутренний ichkarida alohida yana toka datchigi bo'ladi. Agar внешний ulaydigan bo'lsak, menyusidan o'zgartirib kiritib qo'yish kerak, tashqaridagi toka datchigi bilan ishlayotganini. Hop, toka datchigi bilan birga ishlasa davlatga qancha tok sotyapti, qancha iste'mol qilyapti, yana ham aniqroq ko'rsatadi. Shuning uchun toka datchikdan foydalangan yaxshi. Bu yoqda mana toka datchikni ulanishi bitta fazani o'ziga ulanadi. Davlat tokini kirish tomoniga fazani o'zi ulanadi, 0 ga ulanmaydi. Toka datchikda ham o'zining yo'nalishi bor, ko'rsatib qo'yish kerak. Mana bu yoqqa strelka qilib qo'ygan. Bu strelka davlat toki tomonga qarab turishi kerak. Mana aytaylik, bu yoqdan davlat toki kelyapti, bu kabeldan aynan davlat toki tomonga qaratib, mana strelkasini shunga qarab ilib qo'yiladi. Bu yoqdan bunday qilsa chiqadi. Hop. Chiqadi, oladi. Yana bunday qilib turib. Hop.
Mana shu holatda qo'yiladi. Endi buni kabeli uzun bo'ladi. O'zi aslida bu счетчикni oldiga qo'yish kerak. Bizda счетчигimiz hozir nada. Bu yerda endi yuridik 3 fazali bo'lgani uchun unaqa yoqqa qo'yilgan. Endi biz u yoqqa borib qo'yamiz, lekin bu yoqqa qo'ysa ham bo'laveradi. Aynan mana shu inverterga davlat toki ulanayotgan joyiga fazasini o'ziga qo'yish kerak. Endi buni ulanishi o'zi instruksiyasi bo'ladi. Buni gibrid inverterdek o'zining kitobi bo'ladi. Kitobida hamma yo'q ko'rsatib qo'yadi. Mana to'ka datchik qaysi klemmaga ulanishi ko'rsatib qo'ygan. Bizda hozir mana 2 bilan 3-klemnigiga ulanadi. Oqini 3 ga, qorasini 4-siga. Endi 1 bilan 2si akkumulyator uchun terma datchik ulanadi. Bu yoqda 5-6 bor. 5-6 bu generatorda signalni ulanadi. Davlat toki yoki quyosh paneli yo'q bo'lgan paytda generatorga aynan mana shu 5-6 signal, 5-6 klemmaga ulangan kabelga signal beradi. Dvijok ishlaydi generator. Generatordan inverterga tok keladi. Xullas mana shunaqa. Hop, yana nimasi qoldi? Endi hozir bu yoqda mana akkumulyator. Akkumulyatorni uladik, mana plus minus boshqa kabelni mana ichkariga qo'yib qo'ydim buni qilib. Keyinchalik akkumulyatorni jildirish kerak bo'lsa, kabel ulab yurilmaydi. Shuni bo'shatib, bu yoqqa qo'ysa bo'laveradi. Hop, akkumulyator mana plus minus shinasidan olganmiz. Mana bu yoqda avtomati bor. Bu plus shinasi olib kelamiz. Mana bunaqasiga kirib ketgan. Bu yoqqa kirib mana o'zini shinasiga ulaganmiz. Bu yoqda plus, bu yoqda minus. Hop, endi mana BMS kontrolleri bu yoqqa ulanadi. O'zi yozib qo'ygan mana BMS 485 yoki CAN. O'zining LAN kabel bo'ladi, komplektda chiqadi. Bu yoqda mana akkumulyatorga ulanadi. Akkumulyatorda mana bu yoqqa ulanadi. PKS in out bu keyingi akkumulyatorda ketma-ket parallel ulash uchun bular COM port hisoblanadi. Bu bizga hozir kerak emas. Akkumulyatorimiz bitta. Shuning uchun mana shundan foydalanganmiz. Buni bu yoqqa ulaymiz. Bu yoqdan kirgizib mana COM portdan o'tkazib bu mes kanshinasiga ulaymiz. Bu yondagisi счетчик, aqlli счетчик ulanadi. Bular inverterlarni parallel ulash uchun bu portlar. Xo'p, yana nimasi qoldi? Menimcha hammasi bo'ldi. Endi bemalol inverterni yoqib ishga tushirsak bo'ladi. Hozir shu holatda tayyor. Hozir mana inverterni ishga tushiramiz. Ishga tushirishdan oldin ko'ramiz mana birinchi hech narsasini ko'tarmaymiz. Quyosh panelini ham, davlat tokini ham, inverterdan chiqishni ham hech qaysi avtomat ko'tarilmaydi. Birinchi bo'lib mana bu yoqda inverterni ham ko'rishimiz mumkin. Bu ham quyosh paneli ham o'chiq turadi, inverter ham bu yoqda o'chiq turadi. Bosilmaydi hech narsa. Birinchi bo'lib mana akkumulyatorda o'zini avtomatini ko'taramiz. Avtomat ko'tarildi. Bu yoqda mana akkumulyatorda o'zini yoqish uchun kulchatiri bor. Shuni yoqamiz. Yoqsak mana hamma bo'lib o'zi yonadi birinchi bo'lib. O'zi o'ylanadi. Hop, mana run chiqdi. Alarm yo'q. Hech qanaqa xatolik yo'q. Akkumulyator to'liq ishga tushdi. Mana endi inverterni yoqamiz. Inverterni yoqish uchun mana o'zining knopkasi bor. Shuni bir marta bosib qo'yamiz. Ozgina kutamiz. Inverter yonadi mana bu yoqda. Podsvetkalar ishga tushdi. Bu yoqda mana off grid ko'rsatyapti, chunki biz davlat tokini berganmiz hali. Quyosh paneli ham mana 0 turibdi. Bu yoqdan hali qo'shgan yo'qmiz. Endi mana bunday qilsak, mana endi bo'ldi. Hop, mana birinchi bo'lib endi nastroyka qilishimiz kerak bo'ladi inverterni yoqqandan keyin.
Buning uchun mana buni ekrani o'zi sensor bo'ladi. Sensor bo'ladi, lekin nazati mana eskap orqali, knopka orqali. Ekran ham yo'q sensorli. Nazat bu yoqda, orqaga qaytish bu yoqda. Eskap. Tepaga pastga enter. Hop, birinchi bo'lib akkumulyatorni sozlaymiz. Kiramiz buning uchun batteri setting qilamiz. Bizda hozir ruchnoy kiritilgan o'tib qolgan. Hozir biz buni litium qilamiz. Litium qilamiz. Maksimum charge 20 amper qilamiz. Bu yog'i 100 amperni qilamiz. Chunki bizda akkumulyatorimiz mana 100 amperlik. Bu yoqda 100 amper. Biz ham bu yerga mana 100 amper kiritamiz. Hop, bosamiz. Hop, 100 amper. Hop, bu yoqda yana bu yoqlari turadi. Mana generatordan zaryad qiladi. Davlat tokidan zaryad qiladi. Hammasi. Hop, buni istaymiz. Bular turadi. Keyingisi. Bular minimum, nominalniy va maksimalniy. Bu ham zaryad kontrol qiladi. Buni ham tegmaymiz. Bo'ldi. Ana endi buni tasdiqlash uchun mana buni bosamiz. Tasdiqlandi. Endi bir qator kirib yana tekshiramiz. Yo'q, tasdiqlanmabdi. Yana boshqatdan. Amperni tushiramiz. 100 amper qilamiz. Amper. Bu yoqda litium qilamiz. Hop, minimum 20 amper, maksimum charge 20 amper tok bilan zaryad qiladi. Mana. Tasdiqlaymiz. Kiramiz. Уже tasdiqlandi. Litium bo'ldi. Chiqamiz. Bunga chiqamiz. Mana endi ko'ryapti, mana 49%. Bu yoqda mana bu yoqda ham deyarli shunaqa ko'rsatyapti. 100% bo'lsa, mana shu svetodiodlar hammasi yonadi. Hop, demak, akkumulyatorda ko'rdi. Endi hop, yana bir ikkita nastroykalarni ko'ramiz. Buning uchun nastroyka kiramiz. System work qilamiz. Mana bu yerda mana toka datchigi orqali bizda hozir toka datchigimiz bor. Bu yerda toka datchigimiz bor. Lekin bu o'zini ichidagisida turadi, zavodskiy nastroykasida. Biz buni toka datchigimizga o'tkazamiz. Mana unda buni belgilab qo'ysak, davlatga sotish bo'ladi. 5 kilovatda sotadi. Xullas shunaqa. Bu bo'ldi. Tasdiqlaymiz. Bu yoqda mana basic setting bor. Bunga kirib oy kunlarini, yillarini to'g'rilaymiz. 2025. Hop. 0 3 20. Число. Hop, soat 16:48.
tasdiqlaymiz. Kiramiz, tekshiramiz. Hamma yo'g'i to'g'ri. Chiqamiz. Mana chiqdik. Endi bu yoqda qolgan nastroykalari kerak emas. Agar o'zgartirish kerak bo'lsa, mana bu yoqda davlat tokeni kuchlanishini sozlash mumkin. Bu yoqda past kuchlanishni chegarasini kiritamiz. Bu yoqqa balandini. Bu tomonda ham xuddi shunaqa. Buni ham o'zgartirsa bo'ladi. Adashmasam, hozir ko'ramiz. Xo'p, bitta nazar qilamiz. Yo'q, system work. Grid setting qilamiz. Bu yoqda mana ochib olish kerak birinchi. Parol adashmasam 4 ta 7 edi. Okey. Xo'p, bo'ldi, ochildi. Endi bu yoqqa tushamiz. Bu yoqdan o'zgartiramiz. Minimal nechiga ishlar ekan. Qarang. Necha bo'ldi? 80 voltga tushar ekan. Ajoyib. 80 voltdan nechigacha ishladi? Maksimum quyigacha 277 voltgacha ekan. Tamam. Chastotasini o'zgartirish kerak yo'q. Normal. Qayta ulanishini ko'ramiz. Qayta ulanishi. Qayta ulanishi ham 80 volt ekan. Endi maksimum maksimum 300 voltgacha. Ajoyib. Judayam zo'r. Endi buni qachonki mana bitishgani bossak, keyin tasdiqlaydi. X ni bossak chiqib ketadi, saqlanib qolmaydi. Joyida qoladi. Hammasi o'zini zavodiy nastroykasi. Hozir bu yerda unaqa katta o'zgarish bo'lmaydi. Shuning uchun buni o'zgartirmaymiz. Qachonki напряжение o'ta past yoki o'ta baland bo'lib ketgan joylarda bularni o'zgartirib ishlatish mumkin. Xo'p, mana bo'ldi. Hozir mana shu holatda nastroykasi уже bo'ldi. Endi xo'p, endi keyingisi davlat tokeni qo'shamiz. Ozgina zadержкасы bilan ishlaydi. Ozgina kutamiz. Davlat toki qo'shildi. Qo'shilishi bilan akkumulyatorga zaryad berishni boshladi. Xo'p, endi quyosh panelini qo'shamiz. Bu yoqdan qo'shamiz. Bu yoqdan mana narsa bor, shuni bosamiz, qo'shamiz. Quyosh panelini ko'rdi. Endi mana quyosh paneli o'zidan ketyapti. Xo'p. Quyosh panelimiz beryapti 560 vatt. Mana o'zi ko'paydi. Xo'p, mana 1.3 kW quyosh panel beryapti. Akkumulyatorimiz 1 kW расход qilyapti. Davlatdan olyapmiz mana. Aytaylik 300 vatt. 280 vatt davlatdan olyapmiz. Bu yoqda mana batareyamiz mana 20 amperda zaryad qilyapti. Ali BMS ko'rishimiz mumkin.
Bu yo'g'ini ko'rsatib turadi. Bu yo'g'ini mana quyosh panelini ko'rsatib turadi. Bu yo'g'ini davlat tokini ko'rsatib turadi. Bu qancha sotganini ko'rsatadi, bu qancha sotib olganimizni ko'rsatadi. Xullas mana shu DE invertorimiz to'liq ishga tushgan. Mana shu holatda ishlaydi. Hop, hozir bitta o'zini ishlatib ko'ramiz. Davlat tokini uzib turib, invertorda o'zini ishlatib tekshirib ko'ramiz. Shuni so'rashgan edi. Lekin menda hozir shu bitta perforatorim bor. Mana shuni hozir buni mana bu yerga ulaymiz perforatorda. Davlat tokini o'chiramiz. Invertorda o'zida ishlatib ko'ramiz. Mana hozir ishlab turibdi. Xuddi shuni hozir sinab ko'ramiz. Mana perforatorda uladik invertordan chiqishga. Mana bu davlat tokidan kirish, davlat toki kirishi, bu davlat invertordan chiqish. Mana qizil, sariq, yashil kabel. Mana bu yoqda invertorimiz. Qizil, sariq, yashil kabel. Hop, invertordan alohida chiqish bu. Mana hozir ko'tarib qo'ydim. Endi hozir mana davlat tokini hozir o'chiramiz. Mana bu yoqda ko'rib turibdi, mana stalvani ko'rsatyapti. Demak, davlat toki bor. Hozir mana akkumulyatorni zaryadlayapti va bu yoqqa ham sotyapti davlatga. Hozir biz davlat tokini o'chiramiz. Off grid bo'ldi. Davlat toki o'chdi. Endi mana quyosh panel, faqat quyosh panelni olib akkumulyator zaryad qilyapti. Endi biz perforatorda hozir ishlatib ko'ramiz. Mana buni qilib uladim yulgasini. Hozir mana perforatorda ishlatamiz. Perforator ishlayapti. Endi hozir menda boshqa narsa yo'q ishlatib ko'rgani. Faqat haqiqatdan ishlaydimi yo'qmi deganlar uchun bir misol qilib ishlatib ko'rsatdim. Xullas shu, mana shu ishlash tartibi. Hamma yo'q ishga tushdi, to'liq ishlayapti. Endi bemalol kirishkasini yopib, shitni kirishkasini yopib, qatirib qo'ysak bo'ldi. Mana shu haqiqiy gibrid sistema bo'ladi. Aynan uylar uchun, xonadonlar uchun mana shunday gibrid sistemani o'rnatganlaring ma'qul. Chunki uzoq yillar xizmat qiladi aynan shunaqa sistema. Akkumulyator litej fosfat, invertor DE 5 kW 1 fazalik. Hop, mana bu yoqda ishlab turibdi. Ekranda hamma yo'g'ini ko'rib turish mumkin. Qancha sotyapti, qancha sotib olyapsizlar, qancha ekonom qilyapti, qancha rasxod qilyapti, hamma yo'q ko'rsatib turadi. Invertor hech qanaqa ovoz chiqarmasdan ishlaydi, juda ham zo'r ishlaydi. Bu yoqda mana himoya shitimiz. Ko'rinishi zo'r, taqchil, ideal tarzda. Mana. Old tomondan ko'rinish. Hop, videomiz kimgadir yoqqan bo'lsa, foydasi tekkan bo'lsa, albatta like bosib, obuna bo'lib kuzatishda davom etamiz. Yana hali videolar oldinda.